Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Men Elbek Nabiyev va bugungi darsligimizda biz qanday qilib YouTube kanalimizda monetizatsiyaga ulashni o'rganamiz. Ya'ni YouTube kanalimizda pul ishlashga ulaymiz. Agar siz Amerikan YouTube'ga qiziqsangiz, daromad qilishni xohlasangiz, men YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying va juda ham ko'p bepul darslar chiqarganman. Bu darslarimni ko'rib chiqib, siz bemalol Amerikan YouTube haqida juda ham ko'p narsani o'rganib olsangiz bo'ladi. Demak, biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda biz YouTube Studioga kirib olishimiz kerak. Agar siz telefonda bo'lsangiz, Google Chrome'ga kirasiz. Chrome'dan turib desktop versiya qilsangiz bir xil ochiladi. Biz bu yerdan kanalimizda ustiga bosamiz va YouTube Studio degan joy bor. Shuni bosamiz ustiga. Va mana YouTube Studioga kirib oldik. YouTube Studioga kirganimizdan keyin bu yoqda earn bo'limi bor. Mana shu pulda rasmi turibdi. Bu yoqqa bosamiz. E'tibor bering, kanalimizda pul ishlashga ulash uchun ariza topshirishdan avval biz kanalimizda kamida 4000 soat ko'rish vaqti bo'lishi kerak va 1000 tadan oshiq obunachi bo'lishi kerak. Undan tashqari kanal tarixi yongan bo'lishi kerak. Ya'ni hozir ko'rsataman. Bu yoqdan channel bo'limiga o'tamiz va 3-qatorda mana shu. 3-si kanal tarixi deyiladi. Mana shu 3-si yonmagunicha biz ariza bera olmaymiz. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun men hozir o'zbek tiliga o'tkazib qo'yaman. Bu yoqdan mana hozirroq murojaat qiling deb bosishimiz kerak ustiga. Bu yoqdan boshlandi. Qani ketdik. Asosiy shartlarni ko'rib chiqish bo'lyapti. Bu yerdan boshlashni bosamiz. Endi bu yoqda YouTube'da qonun qoidalari va monetizatsiya shartlari yozilgan. Buni birma-bir o'qib chiqamizda, pastga galочка qo'yib, shartlarni qabul qilishga bosamiz. Va bizda birinchisi hozir tasdiqlanadi. Bo'ldi, bajarildiga bosildi. Endi ikkinchisi, YouTube uchun AdSense ga ro'yxatdan o'ting dedi. Biz boshlashni bosamiz bu yerdan. Qarang, bu yerda bizda 3 xil narsa ochiladi. Mana bu tanlangni bosamiz. Bizda 3 ta narsa chiqadi. Birinchisi, meni YouTube kanalim uchun AdSense yoki AdSense account mavjud. Agar sizda AdSense bor bo'lsa, bu yoqda bosasiz. Agar sizda AdSense'ingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, yo'q, menda mavjud hisob yo'q deb bosasiz. Bilmadimga bosmaymiz. Menda AdSense bor, ya'ni AdSense bu Amerikadagi onlayn koshelogimiz. Biz YouTube'dan ishlagan pulimiz o'sha AdSense ga tushadi. Undan keyin bankka tushadi, bankdan yechamiz. Menda AdSense mavjudga bosaman men va endi davom etishga bosaman. Endi bizda bu yoqdan akkaunt tanlashga olib kirib ketadi. Biz o'sha AdSense'imiz ochilgan akkauntni tanlashimiz kerak bo'ladi. Va mana do'stlar, o'sha AdSense'imiz ochilgan Google akkauntni tanlaganimizdan keyin bizda AdSense'imiz ko'rinadi. Bu yoqda ma'lumotimiz, ism, familiyamiz va boshqa narsalarimiz chiqadi. Va continue, ya'ni keyingisini bosamiz. Endi bu yoqdan shunaqa menu ochiladi. Biz set up accountni bosishimiz kerak. Va redact to YouTube ga bosamiz. Va mana do'stlar, YouTube Studioga qaytdik va ikkinchi qadam ham bizda bajarildi. Ya'ni YouTube uchun AdSense ga ro'yxatdan o'tdik. AdSense'imizni qo'shdik. Va 3-qadam do'stlar, YouTube bizni kanalimizni tekshiradi. 2 kundan uzog'i 7 kungacha bo'lgan vaqt ichida bizda monetizatsiya yonadi. Demak, xuddi shunaqa qilib biz monetga tayyor bo'lgan kanalimizni monetizatsiyaga ariza bersak bo'lar ekan. Do'stlar, sizlarga Telegram kanalimni tavsiya qilmoqchiman. Elbek Nabiyev deb Telegramdan qidiring yoki videomizni kommentariyasidan profildan topsangiz bo'ladi. Men bu kanalimda Amerikan YouTube'dan pul topishda juda ham ko'p narsasini o'rgataman. Eski va samarasiz yo'nalishlar va yangi zo'r yo'nalishlarda ma'lumot berib ketaman. Undan tashqari bizda juda ham ko'p konkurslar bo'ladi. Pullik darslarimizni bepul yutib olishingiz mumkin. Qanaqa darslar chiqyapti, mana o'quvchilarimizning natijalarini tashlab qo'yaman. Xolos, bu kanalga qo'shiling. Va agar do'stlar, sizlarga Amerikan YouTube'dan noldan telefon orqali pul ishlash qiziq bo'lsa, meni YouTube Start noldan kursim bor. 2026-yilda eng yangi va juda ham zo'r kursim chiqqan. 597 ming so'm edi. Lekin Ramazon oyi uchun biz aksiyada 497 ming so'mga o'quvchilar olyapmiz. Ancha arzonga, hech kim bunaqaga qo'shilmagan. Agar sizga ma'lumot qiziq bo'lsa, kanalimizga o'ting va batafsil ma'lumot uchun bu yoqqa bossangiz bo'ladi. Kursimiz haqida barcha ma'lumotlar o'qishingiz mumkin. Bu yoqda biz 24/7 yordam beramiz, 50 tadan ortiq darslar beramiz. Bir marta to'lov qilasiz, bo'ldi, butun umrga o'sha kanalda qolasiz. Va mentor sizga alohida savollaringizga javob berib,
vazifalar tekshirib beradi. Bunaqa imkoniyatlar kamida 1,5-4 millionlik kurslarda bo'ladi, lekin biz judayam arzon kursimizga bunaqa ko'p imkoniyatlar tiqqanmiz. Agar qiziq bo'lsa, yana adminga yozib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Xullas, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi videolarda men nimani o'rgatay, shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa, layklaringizni ayamasdan bosinglar, shunda keyingi darsimiz tezroq chiqadi. Bugungi darslik ham sizlar uchun juda ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.